Singlim bir kun telefon qilib qoldi. Opa, bitta qaynopamni qizi yangi oila qurgan kelin-kuyov. Yosh bo'lganligi uchun nimadir yoqaman degandim, benzin sepganda ikkalasim kuyib qolgan. Kelin ham kuyovim. Keyin menga telefon qildi. Opa, menga shularga yordam bera olasizmi? O'sha karatinadan olib bera olasizmi dedi. Mayli dedim. Keyin o'sha 1 litrligidan olib beraverdim. Silver ham beraverdim. Birinchi silverni sepib, keyin ustidan karatinani qo'ygan. Shu xotin ikkovi ishonasizmi? O'sha kuygan joyi yaxshi bitib, sog'lom bo'lib ketganda, endi ular hozir o'shandan beri ular hammaga aytganda shunaqa ichib karatinadan davo topdik deb. Endi kim kuyib qolsa, nimadir bo'lsa, hali ham mendan telefon qilib so'rashadi. Karatina bormi? deb o'zimda boricha berib yuboraman. Lekin juda ham katta foyda qilgan shu.